Avvalambor bilasiz, har yili 30-iyun kuni intiqlik bilan yoshlar davlatimiz rahbari bilan uchrashuv kutadi. Albatta juda ko'p yangiliklar, imtiyozlar, yangi dasturlar ishga tushiriladi. Bu galgi uchrashuv ham albatta istisno bo'lmadi. Ta'kidladilarki, prezidentimiz bundan buyog'iga yoshlarda bilim, kasb va texnologiya bo'lishi bu uch ustun sifatida buni tushuntirib berdilar. Mana shu holat iqtisodiyotimizni barqaror o'sishini ta'minlash uchun o'sha 2030-yillarga biza belgilagan o'sha marra 240 milliard AQSh dollari miqdoridagi yalpi ichki mahsulotni yaratish uchun albatta bilimga asoslangan iqtisodiyotni barpo etishimiz muhimligi ta'kidlandi. Mana bu jarayonda endi aql markazlariga asoslangan yondashuvni prezidentimiz ilgari suryaptilar. Mana Namanganda bo'lgan uchrashuvda ham tashrif jarayonida bu narsani ta'kidladilar va yaqinda qurilish materiallari sohasiga bag'ishlangan videoselektorda ham aynan aql markazlari hududni kompleks rivojlantirish masalalarini tadqiq qilishda, shuningdek sohalar, iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanishda ham ularni biriktirib berdilar va yangi tizim paydo bo'lganligini va buning uchun maxsus metodologiya ishlab chiqarganini ta'kidladilar. Mana yoshlar bilan uchrashuv chog'ida ham Bank Moliya akademiyasi yoshlar biznesini rivojlantirish bo'yicha aql markazi sifatida belgilandi. Bank Moliya akademiyasining oldiga aynan respublikamizda yoshlar biznes bilan bog'liq masalalarni tizimli o'rganish, hatto tinglovchilar tomonidan hududlarga chiqqan holatda istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish, hatto uni moliyalashtirish masalalarini ham yechib berdilar. Biznesni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan loyihalar uni biznes rejasi bilan birgalikda yoshlar jamg'armasi tomonidan 5 milliard so'mgacha bo'lgan miqdorda investitsiya kiritish orqali amalga oshirishi ham belgilab berildi. Bundan tashqari yana bir muhim jihat berildi-ki, Bank Moliya akademiyasi tinglovchilari uchun ularni zaxira kadr sifatida o'sish uchun ham bir istiqbolli yo'nalish bo'ldi. Chunki endi tinglovchilarimiz agar o'sha ish o'rinlarini ko'p yarata oladigan loyihalarni ilgari sursa, uni muallifiga aylanadigan bo'lsa, albatta hududlardagi banklarni, hatto hududlarni shu hokim o'rinbosarlari uchun birinchi nomzod bo'lishi ham belgilab berildi. Ko'proq tinglovchilar amaliy masalalar bilan shug'ullanishi, hududlarga chiqqan holatda hududni yoki tarmoqni qiynayotgan masalalarga olgan bilim ko'nikmasi bilan zamonaviy yondashgan holatda yechim berishi va bu yondashuv, bu loyihani ustida ishlagan tadqiqoti, yechimlari albatta uni dissertatsiya himoyasiga tenglashtirilishi masalasi bu yerda o'zini aksini topgan.